Oha. Şu dunyoda eng katta orzungiz, eng katta maqsad, niyatingiz nima? Maqsad ko'p aka. Lekin boylik ham emas, mansab ham emas. Eng katta maqsadim bilasizmi aka? Nima? To'g'ri ma'noda eng katta maqsadim aka ishoning qarzsiz olamni ochish. Ya'ni Allohim omonatda o'tganda qarzim bo'lmaslik. Gunohim ko'p aka, bilaman o'zim. Men birovdan ham aka ishoning bandasidan so'ramayman aka. Alloh yetkazadi. Qarz bilan o'lib qolishdan qo'rqaman. Harakat qilaman.